Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Python dasturlash tili fanidan Pythonda modullar yaratish va ular bilan ishlash mavzusida suhbatlashamiz. Demak, birinchi navbatda modul yaratishdan oldin modul nimaligini bilib olishimiz kerak. Modul bu e, Py kengaytmasi orqali yaratilgan fayl. Bir vaqt o'zida bir tarafdan qarasak, e, Python fayli hisoblanadi. Bir vaqt o'zida biz aytayotgan modulimiz hisoblanadi. Modul funksiyalardan tashkil topadi. Fayl nomi demak modul nomini ifodalaydi. Modul yaratish uchun kerakli kodni, ya'ni biz yaratayotgan funksiyalarimiz bo'ladimi yoki boshqa turdagi mavjud qism dasturlar bo'ladimi? Demak, kerakli kodni .py fayl ko'rinishida saqlash kifoya qilar ekan. Demak, bugungi mavzumizda aynan modul yaratish jarayoni, modulni yozilish qoidalari va undan foydalanishni ko'rib o'tib ketamiz. Demak, eslatmaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, modulda joylashgan funksiyadan foydalanganda quyidagi sintaksdan foydalaniladi. Modul nomi hamda funksiya nomi ishlatilar ekan. Mavjud moduldan boshqa faylda foydalanish uchun ikkala fayl ham bitta loyiha, ya'ni bitta papkaga joylashtiriladi va shu asosda mavjud moduldagi funksiyalardan biz yaratayotgan loyihada bemalol ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, keyingi qismga e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'sha biz yaratgan umumiy nomli modulimiz ichida daraja hamda mini nomli funksiyalarimiz joylashgan. Ikkinchi keyingi yaratayotgan loyihamizda aynan o'sha funksiyalarga murojaatni amalga oshirishimiz mumkin. Demak, bu jarayonni amalga oshirish uchun dastur nomli bitta o'sha o'zimiz yaratayotgan loyihani ichiga, ya'ni aynan bir papka ichiga salom hamda umumiy nomli fayllarimiz joylashishi zarur bo'lar ekan. Demak, mavjud moduldagi funksiyadan foydalanish uchun import cal so'zidan foydalanadi. Demak, buni jarayon tashkil etishning 3 xil ko'rinishi bor. Demak, hozir biz birinchi ko'rinish bilan tanishib olyapmiz. Import umumiy. Demak, biz chaqirishimiz mumkin bo'lgan funksiya nomi, ya'ni chaqirishimiz mumkin bo'lgan funksiyani umumiy nomli fayl ichidan qidirishimiz kerakligi haqida so'rovnoma jo'natyapti. Demak, keyingi qismda esa umumiy nuqta daraja. Demak, aynan umumiy nomli fayl ichidan daraja nomli funksiyaga murojaat amalga oshirilyapti. Keyingi qismga e'tibor qaratadigan bo'lsak, umumiy nomli faylimizda salom nomli faylni ichiga chaqirilayotgan funksiyalarimizni ikkinchi ko'rinishda, ya'ni ikkinchi usulda chaqirish mumkin. Ya'ni from hamda import cal so'zlaridan foydalanadi. Bunda demak, umumiy biz yaratayotgan modul yoki faylimiz, ya'ni murojaat qilayotgan daraja esa unda joylashgan nima ekan? Funksiyamiz ekan. Va print daraja 2,3 desak, demak, daraja nomli funksiyamiz 2 ning 3-darajasi hisoblab beradi. Natijaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 8. Ya'ni bu yerda murojaatimiz ham to'g'ri amalga oshirilyapti va yaratgan fayl funksiyamiz ham to'g'ri ekanligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi holatda 3-qismda mavjud modulga murojaatni amalga oshirishning 3-ko'rinishi, ya'ni from hamda import va yulduzcha kali so'zlardan foydalangan holda amalga oshiriladi. Bu 3-ko'rinishdagi usulimiz boshqa usullarga nisbatan qulayroq hisoblanadi, chunki bu siz yaratayotgan loyiha ichida bir marta o'sha from, umumiy, import, yulduzcha deb chaqirib qo'yadigan bo'lsak, keyingi marta unga qayta-qayta murojaat qilib, qayta-qayta so'rov yuborishga zarurat qolmaydi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.